Sizlar nima deyapti bu? Men hali bunaqasini ko'rmaganman. Hali bunaqasini ko'rmagansizlar. Qaranglar, mototsiklda Lochin mototsikllari Buxoroda bu hech qanaqa sex emas, zavodda ishlab chiqarilgan haqiqiy sifatli, o'ta mustahkam, ajoyib mahsulot. Mana ko'rib turibsizlar. Monitorlari ham bor, kolonkalari ham bor. Juda ham baquvvat. Eng asosiysi mana. Mana shuni shundoq ko'taramiz. Va shundoq gazni bossak, bort o'zi ko'tariladi mana. Azizlar, bu hali hammasi emas. Eng asosiysi Quvasoy shahrimizning o'zida, Suxonda joylashgan bir-biridan ajoyib mustahkam, baquvvat mana bunimizni tank deb nomladik. Haqiqatan ham tankadek kuchi bor, juda ham mustahkam. Suxonda shu qurug'ni oldida metal zapravkani ro'parasida bir-biridan ajoyib Lochin mototsikllari mavjud bo'lib, 45 xil turdan ziyod mototsikillar bor. Hozir sizlarga qolganini ko'rsatamiz. Azizlar, 3 g'ildirakli, 4 g'ildirakli, bort o'zi ko'tariladigan, o'zi tushadigan, undan tashqari esa kabinasi 45 xil turdagi ajoyib mototsikillar zavodda o'zida ishlab chiqarib, birinchi qo'l arzon va sifatli sizlarga tavsiya qilaman. Endi qolganlarini ko'ramiz. Azizlar, bu yarim kabinali mototsikl bo'lib 3,5 litrdan 6 litrgacha benzin iste'mol qilar ekan. Azizlar, juda ham ajoyib ko'rinishda. Hozir to'liq kabinaligini ham sizlarga ko'rsataman. Azizlar, mana to'liq kabinali mototsiklimiz. Eng asosiysi azizlar, bunda telefon uchun USB kabellar, kolonka, magnitofon, undan tashqari pechkalarigacha bor ekan. Azizlar, qish kunida ham issiqni bemalol yursa bo'ladi. Halol pulga mashina olib ko'chada rasxod qilib yurgandan ko'ra mana shu texnikani xarid qilib, soqqani qilgan yaxshi azizlar. Hamma sharoiti bor. Issiqni maza qilib qish kunidan bemalol foydalansa bo'ladi. Demak, biz davom etamiz. Azizlar, 800 kilodan boshlab 2 tonnagacha bemalol yukni ko'tarish mumkin bo'ladi. Undan tashqari esa azizlar, bir narsani aytib o'tmoqchiman sizlarga. Ushbu mototsiklarni xarid qilgandan keyin to'lov pulining farqi yo'q. Naqd, plastik, pul o'tkazish har tomonlama bemalol to'lovni amalga oshirishdan mumkin bo'ladi. Undan tashqari esa 1000 kilometrgacha bo'lgan masofani bosib o'tish mobaynida qanaqadir muammolarga duch keladigan bo'lsa, har qanday muammoni bartaraf etib, o'sha 1000 kilometr bosib o'tgungacha garantiya berar ekan. Juda ham ajoyib imkoniyat, birinchi qo'ling asosiysi azizlar. Azizlar, O'zbekiston bo'yicha ushbu mustahkam mototsiklarni ishlab chiqarish zavodi atiga 2 ta bo'lib, shulardan Lochin zavodida ishlab chiqarilgan ajoyib mototsiklarni narxi boshlanishi 20 milliondan boshlanadi, 45 million so'mgacha. Kabinasi 3 g'ildirak, 4 g'ildirakli, shunisiga holatiga qarab summasi o'zgarib boraveradi. Azizlar, tanlovda adashmay aytib o'tganimdek, bu birinchi qo'l bo'lganligi uchun bundan so'ng bunga borib narxlar o'zgarishi mumkin, lekin bu yerda narx o'zgarmaydi.